Pulsar bu shunchaki yulduz emas. Bu supernova portlashidan keyin siqilib o'lik holatiga kelgan dahshatli yulduz yadrosidir. Tasavvur qiling. Bizning quyoshimizdan ham og'irroq bo'lgan dahshatli massa bor yo'g'i bitta kichik shahar o'lchamidagi mitti sharga siqib joylashtirilgan. Bu jarayon uning aylanish tezligini va magnit maydonini aql bovar qilmas darajada kuchaytirib yuboradi. NASA olimlari bu maxluq atrofida nimalar bo'lishini bilish uchun eng kuchli superkompyuterlarda maxsus simulyatsiyani ishga tushirishdi. Pulsar atrofidagi deyarli barcha narsa faqat elektronlar va ularning antimoddasi pozitronlardan iborat. Ular yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakat qiladi. Simulyatsiya dahshatli haqiqatni ko'rsatdi. Elektronlarning aksariyati yulduzning magnit qutblaridan tashqariga qarab otilib chiqadi. Pozitronlar esa pastroq kengliklardan oqib o'tib, o'ta yupqa to'k qatlamini hosil qiladi. Eng qizig'i, bu yerdagi pozitronlarning atigi 0.1% koinotdagi eng xavfli radiatsiya gamma nurlarini ishlab chiqaradi. NASAning Fermi teleskopi kosmosda xuddi shunday 216 ta gamma pulsarni aniqlagan. Koinotdagi qaysi jism sizni qiziqtiradi? Kommentariyada yozib qoldiring.